Bugun aynan shunaqa smoky eyes makiyajini qaytarib ko'rmoqchiman. Agar bu makiyajni ham o'zingizni har kunlik makiyajingizga o'xshatib qo'ydingiz desanglar, bilmadim endi. Birinchi bo'lib ko'zimni оформлениясidan boshladim va bu joyi makiyajdagi eng asosiy joyi. Qora geliviy qalam bilan ko'zimni tepa va pastki qovolarimni bo'yab oldim. Ko'zimni chetidan qoshimga qaratib strelka chizib, keyin uni rastushovka qildim. Yana ham to'qroq bo'lishi uchun ustidan qora teng bilan o'tib, keyin strelka chizdim. Strelkaga cho'tki liniyalar berish uchun tegini tozaladim. Kiprigimni curler qilib qayiltirib oldim. Va ko'zim effektli bo'lish uchun ikkita chetiga bitta puchokdan kiprik yopishtirdim. Keyin kipriklarimni tush bilan bo'yab oldim. Ko'zimizning оформленияsi tugadi, endi yuzimizga o'tamiz. Yuzimga birinchi bo'lib baza, keyin konsiler, keyin tonalli krem surib oldim. Keyin bo'lsa ozginagina qoshimga ham to'qroq effekt berdim. Yuzimga cho'tki kontur berish uchun korrektor va ozgina rumyana surdim. Asosiy aksentimizni ko'zimizga berganimiz uchun labimga bor yo'g'i nude pomada surmoqchiman. Ozgina highlighter va shu bilan smoky eyes makiyajim tayyor. Agar bu makiyajimga 1 dan 10 gacha 10 baho qo'ymasanglar, bilmadim endi.